siz 2022-23 yilda ham bu tugadi. Rossiyani iqtisodiy o'tirib bo'ldi deb aytuvdingiz. Bundan bir 2 yil oldin. Akademik podachi emas. O'tirgan bo'lsa ham u davom etyapti. Mayli 15-20% ga o'tirgan bo'lishi mumkin. Rossiya Ukraina urushida biror burilish bormi o'zi? Nima yangiliklar, nima gaplar endi Anvar aka sizdan marhamat. Hozirga kelib mana 4 yildan keyin mart-aprel oylariga kelib Rossiya Ukraina urushi pozitsion urushga aylanib qolgan. Faollik ikki tarafdan ham yo'q. Ayrim hududlarni olishga harakat qilishadi, kichkina qishloqlarni va boshqacha. Pozitsion urush. Mana ma'lumotlarga aytilishicha, mana 3 oyda 550 kvadrat kilometr yerni egallagan. Albatta talafotlarni juda ham katta talafotlar, lekin avvalda biror bir taraf kattaroq joyga hujum qilib, kattaroq joyni olish umuman yo'q. Bu nimadan dalil? Ikki taraf ham bir pozitsion urushga o'tib oldi, ikki taraf ham biladi nima yo'q. Nima deydi, katta hujum qilish uchun ko'proq kuch kerak. Ikki tarafda ham unaqa ko'proq kuchni bir joyga yig'ish imkoniyati hozir yo'q. Shuning uchun bu urush shunday ziddiyat bo'lib davom etadi. Shu paytning o'zida ikkala taraf ham muzokaralarga kirishishga hozir rozilik bildirishyapti. Putin hattoki Zelenskiy bilan uchrashishga roziligini aytdi. Shuncha paytdan beri rozi bo'lmagan odam. Lekin Zelenskiy bunga ham men ham uchrashga tayyorman, lekin bu bir betaraf davlatda bo'lsin, masalan Turkiyada yo Saudiyada degan fikrni aytdi. Yo'q, Anvar aka o'zi Rossiya tomoni doim uchrashga tayyor bo'lgan, faqat oxiriga imzo qo'yiladigan nuqtada deyildi. Hozir ham xuddi shunday turibdi. Zelenskiy bo'lishi mumkin, lekin Zelenskiy imzo qo'ymaydi o'tkazdi. Mana shu uchrashuv bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin emasmi? Shunaqa savol bo'ladi. Uchrashuv bo'lishi mumkin. Agar uchrashuv bo'lmasa, mana shu pozitsion urush davom etaveradi. Bu nimaga olib keladi? Bu haligi shunaqa nima deydi? Kichkina ozgina hujum qiladi, bu ozgina bunisi hujum qiladi. Mana shu bilan davom etaveradi. Lekin ikkala joyda ham jamiyat charchagan urushdan. Ayniqsa Rossiyaning o'zida aholisi juda ham bu narsadan charchagan. Albatta Rossiya bugungi kunda urushga o'zini yalpi ichki mahsulotini 6-7% ni ketkazyapti. Bu juda katta mablag'. Buni natijasida iqtisodiyoti o'tirib qolyapti. Endi iqtisodiyoti o'tirdi, yoppasiga o'tirib qolgani yo'q. Kimdir hozirgi Rossiyadagi voqealikni 1917-yildagi voqealik bilan tenglashtirdi. Mana Rossiyada xuddi shunaqa siyosiy holat, natijada Rossiyada 17-yilda bo'lgandaqa revolyutsiya bo'lishi mumkin. Agar yaxshi tahsil qiladigan bo'lsalar, yo'q, bu haqiqatdan sal yiroqroq. Har Rossiyada ancha bir yalpi ichki mahsulotini o'sishda pasayish bor. Agarda ular mana birinchi yarim yillikka har kvartalga 2,5% dan o'sishni rejalashtirgan bo'lsa, 1.2 dan oshmagan o'sish. 1.2, 1.3 bo'lishi mumkin. Xuddi shunday birinchi kvartalda ham ikkinchi. Bu iqtisodiyotni pasayayotganligidan darak. Lekin bu degani nima yo'q. Rossiyaga asosiy nima tushum beradigan neft, gaz mahsulotlari. Bu bir yilda deyarli bir 220-240 milliard dollar beradi. Lekin buni ham mana hozir Ukraina ularni urib yo'qotgan haligi Ukrainaning hujumlari natijasida mana 20-25% neftni qayta ishlash sanoati ishdan chiqqan. Lekin bu ham yo'q bo'ldi degani emas. Ular ta'mirlanyapti, yana qayta ishga tushyapti. Lekin mana bu yo'qotish 20% lik bor. Bu yo'qotish paytida neftning narxini oshishi Rossiyaning foydasiga o'ynadi. Mana bugunga kelib neftning narxi 105.7, 105.8 dollar atrofida Brent markalisini. Bu bo'lsa Rossiyaga foyda beradi. Agarda Erondagi voqealik ziddiyat va keskinlik davom etsa, neft narxi yanada oshadi. Bu yanada oshishi masalan 120-150 ga chiqsa, bu Rossiyaga albatta foyda beradi. Agarda bunga qo'shimcha Hormuzdan qo'shimcha ravishda bop-andmanda u yoq ham yopiladigan bo'lsa, bu yanada oshirishga nima qiladi. Mana shunday holatda, lekin urushda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, katta g'alaba ikki tarafda ham yo'q. Meni fikrimcha bu xayolver bo'lmaydi ham.
endi hozir mana Anvar aka aytgan kimdir u kimdir emas, u Rossiyadagi eng katta partiyalardan biri, shu hammamiz yaxshi taniydigan Gennadiy Zuganov aytdi. Uni o'tgan kuni Dumadagi majlisdagi o'zining nutqida u ertaga bo'ladi degani yo'q, u shu yil kuzda dedi. Shu yil kuzda noyabr oyida 1917-yildagi voqealar takrorlanib ketishi mumkin dedi. Nima uchun hozir deb aytmayapti. Noyabrgacha iqtisodiy ahvol hozirga qaraganda ancha yomonlashishi mumkin. O'zi hozirning o'zida ancha biz endi ancha yomon desak, biz hozir sal Rossiya tarafdan turib gapirgan bo'lamiz. Sababi bundan bir necha kun oldin Moskva iqtisodiy forumi bo'ldi va u yerda mana shu Moskva iqtisodiy forumida Robert Iskandarovich Nigmatulin degan akademik, iqtisod fanlari doktori akademik Rossiya iqtisodi halokatga kirdi dedi. Beda dedi. Beda. Mana kim xohlasa shu Googledan shuni qidirib berib, u yerda bitta u gapirgani yo'q. Yana bir boshqa akademik Kabakov degan bir akademik ham aytdi. Biz dedi mana shu rasmiy statistikaga ishonmaymiz. 1.8 tushish, ya'ni 1.8 tushishi birinchi kvartal uchun yolg'on dedi. 6% ga tushgan. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha 6% deb umuman olganda Rossiyaning rasmiy statistikasini shubha ostiga olyapti va buni kim qilyapti? Buni oldin haligi qochib ketgan iqtisodchilar emas, Lipshitz ichkaridagi fanlar akademiyasining akademiklari, iqtisodchi olimlar mana shunaqa ochiq Kremlga chaqiriq tashlayapti. Umuman Rossiya jamiyatida hozir qiziq bir tendensiya kuzatilyapti. Jamoatchilik, taniqli odamlar, fikr liderlari, mana akademiklar, keyin ashaddiy zetlar urushni to'xtatishni talab qilib boshladi. Va bunga rasmiy Kremlning javobi nima bo'ldi? Rasmiy Kremlning javobi mana prezident Putinning kechagi o'shaligi jamoatchi bilan uchrashuvdagi mana ikkinchi jahon urushida, Ulug' Vatan urushida naski tikuvdi, hammamiz jipslashimiz kerak, hammamiz front uchun ishlashimiz kerak degan javob bo'lyapti va bu yerda qandaydir bir Rossiya jamiyatining ichida qandaydir bir nimalar torlar, iplar uzilganga o'xshayapti. Boshbaldoqlik boshini aytganga o'xshayapti. Chunki bu akademiklarni hech kim javobgarlikka tortish niyati yo'q. Bular chaqirib olib, sizlarga inagent degan tamg'a uramiz deyotgani yo'q. Buni qaytanga o'zlari butun hamma propaganda resurslarida, televideniyalarda bular gaplarni o'zlari retranslyatsiya qilyapti. Shuna xulosa qilish mumkinki, Rossiyadagi iqtisodiy ahvol juda bir haligi salgina yomon bo'ldi emas, ancha o'sha akademikning gapi bo'yicha esa halokatli yomon bo'lyapti. Bu akademiklarda shunaqa deyaveradi. Agarda shunaqa bo'lsa, siz 2022-23-yilda ham bu Rossiyani iqtisodi o'tirib bo'ldi deb aytuvdingiz. Bundan bir 2 yil oldin. Akademik u podachi emas. O'tirgan bo'lsa ham u davom etyapti. Mayli 15-20% ga o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin bu 1917-yildagi holat emas. U holat bilan o'sha paytda Rossiya imperiyasi o'zi zaif edi. Hozir Rossiya imperiya deymiz, mayli imperiya deylik, hozir bu kuchli, qurolli kuchlari bular bor. Kuchli, menimcha, meni fikrim bunaqa kollaps bo'ladigan holatda emas. Lekin bir raqamlar gapiradi. Yo'q, juda bir qiziq gap bo'ldi-da, u akademiklar gapiraveradi deb aytyapsiz, Anvar aka. U akademik podachi emas-ku, u to'g'rimi? Qo'y boqar emas-ku, u akademik. Falokatli qilib ko'rsatish maqsadida odam. U bitta emas, 3-4 tasi gapirdi bu gapni. Bizni maqsadimiz, ya'ni bizning vazifamiz Rossiya ichkarisida aytilayotgan va ro'y berayotgan kayfiyatlarni, fikrlarni jamoatchilikka yetkazish. Endi qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, misol uchun 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yilga nisbatan, oldinga nisbatan bugun haqiqatda ijtimoiy kayfiyatda katta o'zgarishlar bor va bu salbiy tomon ketyapti. Misol uchun, Rossiya yaqinda Telegramni internetda to'liq bloklash bo'yicha hokimiyat qaror qabul qildi. Kutilmaganda orqaga chekindi. Nima uchun? Chunki ijtimoiy portlash darajasiga yaqinlashganligini hokimiyat sezdi. Bu sanksiyalar natijasi? Yo'q, nafaqat sanksiyalar. Chunki bilasizmi?
hokimiyatning norozichilikni legitimligi kompleks tushuncha. U birdaniga hokimiyat yaxshi yoki yomon bo'lib qolmaydi va ijtimoiy kayfiyat sekin o'zgaradi. Jarayon bu. Ya'ni urush boshlanganiga 4 yildan oshdi. 4 yil bir necha oy bo'lyapti. Rossiya jamoatchiligi internet yo'qligidan, aholisi mana normal davlatlarga bu Rossiya neft va gaz sotib juda ham hashamatli yashagan jamiyat keyingi paytlari. Putin hokimiyatga kelganida mana Yelsin davrida bo'lmagan narsa bo'ldi. Bir bochka neft o'rtacha uzoq muddat $120 bo'ldi. Xom neft. Bu 2003-2004 yillarda boshlangan 2014-15 gacha davom etdi. Rossiya trillionlab pul ishladi va buni jamiyat bilan bo'lishdi. To'g'ri, oligarxlar ko'proq olib qoldi. Va Rossiya jamiyati mana shunday hashamatdan bugun mahrum bo'lgan. Va Rossiya bugun endi o'sha Rossiya hokimiyati vaziyatni ushlab turish uchun internetni blokladi. Nima uchun O'zbekistonda internet mana Telegram ham nima bo'lib qolyapti, yaxshi ishlamayapti. Bu Rossiyaning ta'siri. Bizga Rossiyadan keladi internet. Jumladan Telegram ham. Internet bloklanyapti. Hattoki suveren internet haqida gap bo'lyapti. Buni Rossiya jamiyati xohlamaydi. Rossiya jamiyati bugun hammasi VPNda o'tiradi va Putinning mana bu mafkuraviy taklifini Rossiyaning 99% aholisi inkor qiladi aslida. Shin ichiga qo'yib. Va mana shu fonda demak mana eng katta masalalardan bittasi 9-mayda parad bo'ladimi yo'qmi degan masala chiqyapti. Chunki Ukraina jiddiy muhokamada endi Rossiyaning ichkarisidagi neft zavodlariga hujum bo'ldi. Mana bittasi 8 kun yondi. 8 kun o'chira olmadi o'sha nimani. Ancha ichkaridagi, yaqinda. Tuapsedagi. Butun xalq norozi. Biz sizga ishongandek muhtaram prezident mana endi tinch bu 8 kun juda ham dahshatli yonayotganda bu bir necha 100 kilometrdan ko'rinadigan darajada yong'in bo'lganda, misol uchun, bu Rossiya jamoatchilik fikriga ta'sir qiladi. Kamoliddin, bu nafaqat yonyapti. Bu mana shu janubiy Rossiyaning janubiy sarhadlarida ekologik katastrofa, halokat keltirib chiqardi. Endi Rossiya qarang, mana shu fonda 9-mayda g'alaba qilishda mantiqi yo'q-da. Sen shunday qudratli bo'lsang, hayla Ukrainani yeng. Ukrainada bir qadam oldiga yura olmayapti, bu yerda katta parad qilmoqchi. Biz shunday qudratli mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Endi o'shani ham qila olmasligi mumkin. Chunki kutilmaganda birorta narsa uchib kelyapti desa, hamma ichkariga qochadigan bo'lsa, Rossiya sharmanda bo'ladi. Men bu savollarim deyarli hammasini birlashtirib qisqaroq qilib bermoqchiman. Ya'ni neft narxining hozirda mana Rossiyaga yengilliklar berildi-ku, Rossiyadagi iqtisodiy qiyinchiliklar mana shu fonda dollar va rubllar bo'yicha ham so'rashyapti tomoshabinlar. Uchalasini birdan nima qilsangiz bo'ladi? Izoh bering. Neft bo'yicha Rossiya mana shu Eron va Isroil Amerika urushidan natija o'laroq neftning jahon bozorida qimmatlashishidan hozircha foyda ko'ra olgani yo'q. Mana shu neft dastlabki qimmatlagandan keyin bir haftadan keyin Ukraina Rossiyaning o'zi jami 5 ta neftinalivoyniy terminallari bor. Shundan ikkitasi Qora dengizda, ikkitasi demak Baltika dengizida. Shu 5 ta, bittasi Naxotkada. O'sha yengillik berilgandan keyin ham demoqsiz. Shu narx o'ynab ketgandan keyin shu 4 ta asosiy neftni quyuvchi terminallarga Ukraina hujum uyushtirdi va mana sanab chiqamiz. Usluga bu Baltikadagi neft terminali, Primorsk degan bir posyolka bor. U yerda neftni quyuvchi terminal. Har ikkalasiga zarba berildi. Bugungi kunda ikkalasi chalajon, bir 30% miqdorda ishlay olyapti xolos. Asosiy terminallari yonib ketdi. Endi undan tashqari mana Shesxaris bu shu Qora dengizdagi hozir Novosibirsk emas, Novorossiysk portidagi Shesxaris o'sha neftni qayta quyadigan juda katta terminal edi. 35% neftni quyib jo'natadi tankerlarga. Unga zarba berildi va u ham o'zining to'liq potensialida ishlay olmayapti va mana shu hozir biz aytgan Tuapsedagi bu endi neft mahsulotlari eksperti, ya'ni neftning o'zi emas, bu yerda shu dizel yoqilg'isi va benzin tayyor mahsulot o'laroq eksport qilinar edi. Bu 12 million tonnalik bir yillik mощностьda shu quvvati 12 million tonnalik zavod mutlaqo kuyib ketdi.
mana 10 kun ichida ham o'chira olmadi. Uning asosiy shu neftni qayta ishlovchi agregatlar ham yonib ketdi va asosiy rezervuarlar ham yonib ketdi. Katta ehtimol bilan buni endi Rossiya tomoni tiklay olmaydi. O'zi buni haligi bahosi рыночный стоимость deydi. Bu 15 milliard dollarni tashkil qiladi. Mana shunday katta zararlarga tushib qolyapti va mana Anvar aka 25% dedi, men bilmam qayerda o'qidingiz, 40% mana shu umumiy neft eksportining 40%ni tashkil qiladi Rossiyaning bugun eksport qila olmay qolayotgan qismi, ha? Va bu narxning o'sishini to'liq kompensatsiya qilib berdi. Boshqacha aytganda, Rossiya mana shu imkoniyatdan foyda ola olmayapti. Ayni shu gaplarni kechagi Moskvadagi iqtisodiy forumda biz aytgan shu olimlar ham ta'kidladi. Neft qimmat bo'lyapti, lekin biz shundan foyda ola olyapmizmi? Foyda ola olmayapmiz-ku. Mana shu qimmatchilikdan ham deb buni men aytayotganim yo'q. Kim xohlasa shuni mana YouTube'da nimasini manzili bor, Moskovskiy ekonomik forum deb kirib, har bir skiperning chiqqan nutqini eshitib olsin o'zlari. Rahmat, tomoshabinlar, mana juda ham ko'p mana shu savol yozildi. Ya'ni Yevropa ittifoqi Ukrainaga mablag' ajratish masalasida 90 milliard berilishi deyarli ma'qullandi va Vengriyada mana biz yuqorida aytdik, hokimiyat o'zgarayotganlik fonida bu masalalar endi Ukraina foydasiga hal bo'lyapti. Mana shu yordam bo'yicha bu o'z yo'liga 2 yilga 60 million. Jami 105 million dollar, endi milliard dollardan nominatsiya qiladigan bo'lsak. Bundan tashqari Yevroittifoq yana yil oxirigacha diqqat 60 milliard yevroni qo'shimcha bermoqchi bo'lyapti. Buni dollardagi nominatsiyasi demak bu 75 milliard dollar bo'lib ketadi. Hali mana shu urush tarixida Ukraina 1 yil ichida bunday katta yordam olmagan. Va umuman mana shu Rossiya tomonining o'zi aytayapti, Ukraina bu yil mana shu yordamlar hammasini oladigan bo'lsa 8 million dona nima ishlab chiqarish mumkin. Dron ishlab chiqarish mumkin. O'tgan yilda bizda har bitta soldatimizga 3 ta 4 ta dron to'g'ri kelgan bo'lsa, endi bu yil har bitta soldat uchun 10 ta dron to'g'ri keladi va qanday qilib biz endi hujumga o'tamiz? Hujumga o'tish bir narsani esdan chiqarmaylik. Bu hammasi Ukrain xalqini bu yelkasiga tushayotgan yuk. Oradan vaqt o'tib buni to'lash kerak bo'ladi. Demak, urushda yengish kerak, Ukraina o'zini yerini yengi urushda Ukraina yenga olmaydi. Demak, mana shu hozir Anvar akaning gapiga 60 milliard yevro bu donorlik yordami. 90 milliard yoki har oyda har yili 45 milliard yevrodan oladigan mablag' bu endi bu haqda ko'p gapirdik. Men o'zim 3-4 marta tushuncha berganman. Yana bir marta mana Anvar akaning aytgan gapiga javob tarzida bu mablag'larning hammasining orqasida Rossiyaning arestga tushgan o'sha 320 milliard dollar muzlatilgan mablag' turibdi. Bu o'shaning hisobidan ertaga Ukraina emas, shu pul hisobidan qoplanadi bu. Odam bilan keyingi savolga o'tsak bo'lmaydi, sport qilib bo'lmaydi. Xo'p, bu yerda masalan mana hozir pul ajratilishlari, yordam pullari, boshqa masalalarga to'xtaldik. Undan tashqari hattoki o'sha mana Instagram yulduzi Viktoriya Boniya bo'yicha ham mana shunday xabarlar chiqdi. Ya'ni Vladimir Putinga murojaati, undan keyin o'sha mashhur propagandachi Vladimir Solovyov ham Boniyaning asosiy raqibi, mediadagi muxolifiga aylandi. Bu nima uchun? Mana to'g'ri, bunda fikrlar ko'p bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin aynan mana shunday blogerlarning auditoriyasi doimiy muxolifatga qaraganda boshqa auditoriya sifatida baholanyapti. Marhamat. Mana shu Viktoriya Boniya masalasida ham oldin. U yerda Boniya o'zini bir oppozitsioner qilib ko'rsatmagan, lekin aytgan gaplarining hammasi muammoni aytganda 3 karra oppozitsionerning gapi. Lekin o'zi haligi dastlab shu juda diplomatik, men patriotman, men mana shu siyosat qo'llab-quvvatlayman, u bu deb olib, keyin bu yog'i shu hamma shu Putin Rossiyasiga nima uchun urush qilganligi va haligi bugungi uning oqibatlarining hammasini sanab beryapti va shu propagandist Solovyov bilan Boniya o'rtasidagi Rossiya ijtimoiy tarmoqlaridagi mana shu haligi janjalda rus xalqining 99% Boniya tarafida. Mana любой ijtimoiy tarmoqni ochib, tagidagi kommentlarni o'qib ko'ringlar. Mana bu Solovyovni
agar tarafini olgan bo'lsa 100 ta komitda bitta komit Solovyev tarafdori, 99 ta komit Viktoriya Bonya tarafdori va shuning o'ziyoq Rossiya jamiyatining bugungi o'shaligi nimalar kayfiyatlarini juda bir yaqqol ko'rsatib turibdi. Shuhrat aka, biz nima boshqa gap aytyapmiz. Rossiya jamiyatida urushdan charchash borligini necha marta qaytaryapmiz biz. Necha marta norozilik, urushdan charchash hamma joyda bor. Shuning uchun urushdi. Mana shuning uchun hozir Putinni mana yanvar oyidan boshlab hozirgacha Putinni reytingi qanchalik tushib ketganligini 65% ga tushib qolgan. Yanvar oyida bu 75-78% edi. Hozir tushib ketgan. Bu nima haqida gapiradi? 65 hamja 65 bu to'g'ri, to'g'ri bu FTSIOM, ya'ni u davlatning o'ziniki, davlatning mayli yana 5 olib tashlaydi. O'zi shu gapni hozir tan olib boshladi, lekin bizda u yerda bir Levada degan mustaqil, go'yoki mustaqil aql o'shaligi nima ham bor, sotsiologik markaz bor. Nimagadir shu Levada bu safar mana shu ijtimoiy fikrni o'rganishda ishtirok etmayapti.